bolajonlar barcha yaxshi dam olib keldimi? Albatta. Zo'rmi? Oramizda kasallik yo'qmi? Faoliyatga tayyormizmi? Ertalabki davra suhbat o'tkazamizmi? Ertalab bizga nima qilamiz? O'rnimizni tashlaymiz. Kimlarga savol bor? Otamizga, oyimizga, akamizga, opamizga savol beramizmi? Yuzib joyga o'tir. Bolajonlar bir yerdan nechta fasl bor? 4ta. Sevinchga qarshi tashlaymiz. Fasllar kim sanaydi? Shahlo. Bahor, yoz, kuz, qish. Ofarin. Bolajonlar bir hafta necha kun bor? Hafta kunlari. Uxlagansiz? Ofarin. Bolajonlar bir yilda nechta oy bor? 2ta. Ofarin. Oylar kim sanaydi? Birinchi Muhammad Ali qo'l ko'tardi. Yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, avgust, sentyabr, noyabr, dekabr. ofarin. Bolajonlar, sizlar bilan o'tgan darsni takrorlab olamizmi? Bolajonlar, sizlar bilan o'tgan darsni takrorlaymiz. O'tgan darsda biz qaysi bayramni nishonlagandik? Yangi yil bayramida nimalar bo'lar edi? Qorboboq, qo'rqish, yalmog'iz, archa bo'ladimi? Biz yangi yil bayramini nishonladikmi? Har xil she'r, qo'shiqlar aytib Qorboboga o'ynab ko'rsatdikmi? Qorbobo bizga nima berdi? Sovg'a berdimi? Ofarin. Bolajonlar, sizlar bilan yangi haftani, yangi oyimizni boshlaymiz. Bolajonlar, hozir bizning o'lkamizga 2025 yil kirib keldi. Qaysi yil kirib keldi? 2025 yilning 1-oyimi. Qaysi oy ekan? Yanvar. Qish faslining 2-oyimi. Umar joyiga o'tir. Hasan, Shirina, Gavhar joyiga bo'l. Bolajonlar, yanvar oyining 2-hafta mavzusini boshlaymiz. Nechanchi hafta ekan? 2-hafta. Yanvar oyining oy mavzusi mening bog'cham. Nima ekan? Mening bog'cham. Hafta mavzusi Vatan himoyachilar kuni. Nima ekan? Vatan himoyachilar kuni. Bolajonlar, bizning bog'chamizda nimalar bor ekan? O'yinchoqlar, archa, shar va har xil o'quv qurollari, kiyimlarimiz uchun shkaf, yotishimiz uchun karavot, o'tirishimiz uchun stullar bormikan? Bu bizning bog'chamiz ekan. Bog'chamiz yoqadimi? Bolajonlar, sizlar bilan vatan himoyachilar haqida gaplashamiz. Bolajonlar, bizlar avvalo vatan bu bizning o'zimizning tug'ilib o'sgan yurtimiz hisoblanadimi? Vatan bu bizning kindik qonimiz to'kilgan yer ekan. O'z uyimiz vatanmikan? O'zimizning mahallamiz bu vatan hisoblanarmikan? O'zimizning tumanimiz bu vatan hisoblanarmikan? O'zimizning shahrimiz bu bizning vatanimizmi? O'zimizning yurtimiz bu bizning vatanimizmi? Bizlar Samarqand viloyati Ishxon tumani Chimqo'rg'on qishlog'idagi Shirin dunyo bolalar bog'chasida ta'lim olamizmikan? Qani birgalikda Samarqand viloyati Ishxon tumani Chimqo'rg'on qishlog'i Shirin dunyo bolalar bog'chasi katta guruh tarbiyalanuvchilarimizmi? Bolajonlar, vatan bu bizning qayerda ekan? Kindik qonimiz to'kilgan yermi? Bizlar vatanimizni asrab avaylashimiz kerakmi? Buning uchun nimalar qilishimiz kerak? Bog'chadan yaxshi bilimlar o'zlashtirishimiz kerakmi? Shu bilimimizni maktabda davom etishimiz kerakmi? Umar, undan keyin biz institutlarda davom etishimiz kerakmi? Va o'zimiz sevgan kasbni egallab, vatanimiz uchun xizmat qilishimiz kerakmi? Qani ekan o'g'il bolalar, militsioner bo'lar ekan. Qizlar ham bo'ladimi? Bolajonlar, militsioner va chegarachilar bo'lar ekan. Chegarachilar bizning yurtimizni himoya qilar ekan. Hozir rasmni ko'rsataman. Bolajonlar, bu chegarachi ekan. Ko'ryapsizmi? Chegarachi o'z quroli va qo'lida iti bilan yurtimizni himoya qilar ekan. Bu militsionermi? Bu insonlarning haq-huquqi va insonlar uchun asosiy inson hisoblanar ekan. Bolajonlar, bu bizning bog'chamizmi? Bizning bog'chamiz bu bizning kichkinagina vatanchamiz. Mana shu bog'chadagi barcha bolalar bir-biriga mehribon bo'lishi kerakmi? Biz bir-birimizga mehribon bo'lsak, bu bizning vatanimiz kerak. Bir-birimiz bilan urushmasligimiz kerakmi? Bu bizning prezidentimizmi? Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev
Mirziyoyev. Nima ekan? Kim ekan? Shavkat Mirziyoyev. Bolajonlar, bizning milliy boyliklarimizga nimalar kiradi ekan? Birma-bir suhbat olib boraylikchi. Bug'doy, mevalar, turli xil zavodda ishlab chiqariladigan mahsulotlar, oltinimiz, oq oltinimiz paxtamikan? Bolajonlar, O'zbekiston bayrog'i, humo qushi va O'zbekiston Respublikasining xaritasimi? Atlaslarmi? Bu bizning tarixiy obidalarimizmi? Tarixiy obidalarimiz hamma viloyatda bor ekan, ha? Samarqand viloyatining tarixiy obidalarini sanaymizmi? Samarqand viloyatida Registon bormi? Yana qayer bor? Registon. Birinchi prezidentimiz Islom Karimovni ziyoratgohi bormi? Doniyor payg'ambar bizning milliy minoralarimiz. Bu minoralarimiz qadim-qadimdan bizga meros bo'lib qolgan. Odina sho'ri o'tib. Bizning buyuk ajdodlarimiz, ya'ni avlomalar. Bizning ajdodlarimiz bizga o'zini sho'ri o'tiramiz. O'zini qo'lyozmalari va asarlarini tashlab ketgan. Bular Abu Ali ibn Sino. Abu Ali ibn Sino. Qani Abu Ali ibn Sino. Bu qiz qonunlar asarini yozib bizga tabobat bo'yicha ko'p ilmlarni tashlab bizga qoldirib ketgan. Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muhammad Bobur, Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Islom Karimov. Bizning birinchi prezidentimiz Islom Karimov. Bizning buyuk ajdodlarimizmi? Mening armiyam ekan bolajonlar. Bunda bizlarda akalarimiz, dadalarimiz yurtimizni himoya qilarmikan? Armiyaga borib, armiyada o'z vatan burchini himoya qilarmikan? Qadam katta bo'lsalaring armiyaga borasizlarmi? O'z burchlaring ado qilib kelasizlarmi? Vatan himoya qilish uchun o'z hissalaring qo'shasizlarmi? Bolajonlar, endi sizlar bilan dam olish daqiqasi o'tkazamiz deb qolmadikmi? O'qla. Yaxshi bo'l, Umar. O'qla. Mishka. Samolyot. Ob'ekt. Shar. Vertolyot. Baraban. Mячик. Register. Взять.